Mashina jim bo'lishi kerak aka. Bo'ldi, gap tamom. Bitta mashinani necha pulga shumizatsiya qilishyapti? $400 $1000 mashinaga qarab, menimcha. Lekin qanchasi mana bu xomashyoga ishlatilinadi va qanchasi usta haqqi bo'ladi, buni bilasizmi? Taxminan shumizatsiya uchun har bir mashinaga $200 dan $500-600 gacha xarajat bo'ladi shumizatsiya bitishigacha. Mana shu naborni men sizga tekinga bermoqchiman. Vibroizolyatsiya, tovush izolyatsiyasi, shumizatsiya va mana bunisi issiqlik va sovuqlikni o'tkazmaslik uchun. Bu cho'pli izolyatsiya deyiladi. Bitta mashinaga ketadigan nabor. Mash komplektni men sizga tekinga bermoqchiman. Dreamcar O'zbekistonda sotilayotgan eng zo'r shumizatsiya mahsulotlarining brendlaridan biri hisoblanadi. Hatto meni o'zim ham Qizil Valchogimga aynan shu mahsulotlardan shumka qildirganman. Agar mashinangiz Rossiyani eng top kompaniyasi ishlab chiqaradigan Dreamcar mahsulotlaridan shumizatsiya bo'lishini xohlasangiz, kommentariyaga Dreamcar deb shunchaki yozib keting, bo'ldi. Hammaga berib olmayman bu narsani. Palon pulli narsa ko'ryapsiz. Biza shu obunachilarning orasidan birortasini tanlab olishimiz uchun qilinish kerak bo'lgan ish. Keyin shumka bilan shug'ullanadigan o'rtog'ingiz bo'lsa, yuboring, unga manfaatli bo'ladi. Chunki hozir Dreamcar mana bunaqangi devorga osadigan reklamli materiallari kelganda, bu faqat ustalarga beriladi. Shumizatsiya bilan shug'ullanadigan ustakalar, sizlar uchun alohida sovg'amiz bor. Agarda Dreamcarga kelib, biror bir mahsulot xarid qiladigan bo'lsangiz, mana shunaqangi naborlarni, xohlasangiz bunaqasi sotib olgan narsangizga qarab naborlar sizlarga tekinga sovg'a qilamiz. Bu yog'i o'sha kun issiq-ku, kondisioner yoqib, derazani yopib, jim yurish kerak bo'lsa, qitir-qitirlar ko'payib ketib qoladi-da. Ashula eshitsangiz ashula, ma'ruza eshitsangiz ma'ruza, Qur'on eshitsangiz Qur'on eshitib, xotirjam yurib qo'yadigan payt kelyapti. Agar mashinangiz jim bo'lsa, sizning asablaringiz ham joyida bo'ladi. Men sizga biror bir sholg'om brendni yoki qalanqasangi mahsulot tavsiya qilayotganim yo'q. Действительно, 2 yil, salkam 2 yildan beri O'zbekiston bozorida bor va top bo'lgan mahsulotda ko'rsatyapman. Buni isboti men o'zimning mashinamda shu mahsulotlarni ishlatib shumka qildirganman. Okey, mana shumizatsiyani palon pulli nabori sizni kutyapti. Hech qanaqa shart yo'q. Dreamcar deb yozib videoga like bosib ketsangiz bo'ldi.